Alo. Allo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong, boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin, Flora opa. Hozir to'xtang. Xo'p. Eshitaman. Flora opa, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Xudoga shukur. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Nevaralar yaxshimi, katta bo'lyaptimi? Allohga shukur, Allohga shukur. Tanimadim, kim bu? Necha yillik tanishingizman? Haliyam Piskentda yashayapsizlarmi, Navoiy tupikda? Ha. Necha yillar oldin bir siz bilan opa singil bo'lib qoluvdik. Keyin yaqinda keldim, men ham Rossiyadan nomeringizni zo'rg'a topdim-da, opa. Yo'q. Rosa qiylandim, men ham Rossiyada urib, haligilar meni pasportimni yo'qotib qo'yganimga. Voy. Boshimga urib. Yo'q, kim bu o'zi tanimadim. Oldingizga oldin kelib turardim, siz haligi menga ukol qilib turardingiz, nima qilarsiz? Hozir boshim ishib ketgan, shunga oldingizga qachon borsam bo'ladi degandim. Flora opa. O'shanda Piskentda ko'p yurgan paytim yo'q. Bu ishingizni qilmang, Rossiyaga ketmang, rosa maslahat berganingiz ham ketib borib, yerda ozgina qamalib qoldim, janjal qilib odamlar bilan. Tavba qildim. Keyin oxiri Flora opam nomeringizni topib nima qildim? Pishiriqlab pishirib turardingiz, esingizda bo'lsa, somsaga qo'ng'izdan tarakallarni solib, "Mana buni yeng, foyda bo'ladi" derdingiz. Tavba qildim. Yo'q, Flora opa, eslamayotgandirsiz, lekin Flora opa sichqonni dumidan ham mayda-mayda to'g'rab turib, chuchvara qilib berardingiz. Tavba qildim. O'shandan keyin baquvvat bo'lib mana Rossiyadan sog' salomat keldimda, haligi tarakanni tuxumidan ham galusi qilib bergansiz bir marta 30 dona. Tarakan tuxumi bo'ladimi? Bo'ladi-ku, voy tavba qildim. Aytgansiz-ku o'zingiz, daraxtlar tagiga o'tiring, soat 4:30da homilador tarakan chiqsa, boshiga bit turib tuxumini oling degansiz. Что-то непонятно вообще. Флора, здравствуйте, вы узнали меня? Нет, не узнала. Это я Ландополе. Кто? Ландополе, помните? Какой Ландополин, блин? Ландополинина, помните, когда у меня давление поднялся, вы к нам пришли, и это qaynagan suv boshimdan quygansizda, burnimga paxta tiqib, ikkita qulog'imga olmani po'chog'ini tiqib qo'yuvdingiz, o'tib ketadi deb. Keyin zubni pastani olib ko'zimga surkagansiz-da, boshimga qora paket kiydirgansiz. Paketni ochishim bilan bundoq qarasam, "Сегодня Flora opani день рожденияsi" deb yozib qo'ygan ekan. Flora opa, bugun tug'ilgan kuningizmi sizni? Ha? Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan bo'lmasam. Keling bir aylanib. Xudo xohlasa umringiz uzoq bo'lsin, iloyim, bolalarning baxtiga sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Uylantiradigan, turmushga beradigan nevaralaringiz bor ekan. Ha, Xudoga shukur. Bitta zo'r mani jiyanim bor, zo'r jiyanim bor. Yaxshi ishda ishlaydi. Mana kecha zo'rg'a pul berib olib chiqib oldik qamoqdan. Odammi? Bitta odammi? Burniga ikkita barmog'ini tiqib olib, ko'zidan chiqarib qo'yibdi, ahmoq. Tavba qildim. Shuncha barinchada ishlab, umuman eshitmaganman. Voy, o'zimizdan hayron qoldik. Shunaqa burniga qo'lini tiqibdi-da, nima qilmoqchi eding desa, burnidagi gaymartini olmoqchi edim debdi, ahmoqning gapini qarang. Assalomu alaykum, Feruza opa. Flora opa. Wa alaykum assalom. Flora opa, как у вас здоровье? Как жизнь молодая? С днем рождения. Нормально, спасибо. Спасибо. Umringiz uzoq bo'lsin, Flora opa. Nevaralarning baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Bu Rossiyadan yaqinda kelgan, orqa miyasi bilan yiqilib tushib, bashirasi bilan betonga tushib, har xil gap gapiryapti bu keliniz. Men tanidingizmi? Yo'q, siz kimsiz? Men Bundan Dalago'li. Men Bundan Dalago'li. Hindistondan kelganmisiz?
Yo, biz shu yerda, opa, biz Piskentdan. Настроение подняли, конечно. Pullar opa, avvalambor assalomu alaykum. Bu Instagramdagi Sher Pozitiv yaqinlaringiz nomidan bo'ldi. Поздравляю с днем рождения. Umringiz uzoq bo'lsin. Настроение ko'tardilaringlar uchun rahmat. Iloyim, bir nasriyani shunaqa bo'lib yursin, xudo xolasa 40 ta tarakani tuxumini olib boraman, osh damlab yeymiz. Обязательно. Pullar opa, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Allohim o'zingizga ham uzun xayrli umrlar bersin. Aytgan yoshingizga yetinglar, rahmat. Rahmat. Kelinglar, o'tiradigan bo'lib. Xudo xolasa boramizmi, aytdi tarakallarni ko'paytiraylik. Mana yo'llarni ko'paytiraylik bo'lmasa. Bo'ldi onajonim, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, Pullar opa. Xo'p. Omadingizni bersin. Rahmat. Это говорит. Сейчас. Ana, Pullar opa, с днем рождения.